Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Menimcha bir oydan oshdi. Gardeniya gulini ko'chirishni, parvarish qilishni ko'rsatgandim. Endi hozir shu suvsab turibdi. Hozirgi holati. Mana g'unchalari kattaygan, yo'qlarida ham g'unchalari hosil bo'lgan. Har bitta barg uchida mana g'unchalari bor. G'unchalari yo'qlari ham g'uncha qilgan. Va bor g'unchalari mana ochilishga kelib qolgan. Buni ochilishini kutayotgandim, lekin savollar ko'p bo'lyapti. Gardeniya guli olgandim, barglari sarg'ayib qolyapti, jigarrang bo'lib qolyapti degan savollar ko'p kelyapti. Nima qilsam bo'ladi deb. Bu gardeniya uyga kelgandan keyin bargi sarg'ayishi bunaqa. Bu tabiiy holat. Gardeniya o'zi nordon tuproqni yaxshi ko'radi. O'zini maxsus tuprog'iga ekish kerak. Noto'g'ri tuproqqa ekish mumkin emas. Suvi ko'p qurib qolishi ham mumkin emas. Namlikni yaxshi ko'radi. Mana hozirgi holati. Pastidan kal bo'lib qolgan. Mana shu barglarni bugun oldim, yig'dim. Lekin bungacha yana 2 marta shunaqa olganman, menimcha adashmasam. Endi tasavvur qilaveringlar. Lekin mana yangi uyg'onishlar bor. Yangitdan yana ko'ktak chiqaryapti. Barg to'kkani bilan yana o'suvlari bor. Ana. Bitta ikkita endi kameraga yaxshi ko'rinmayapti, lekin o'suv nuqtalari qo'zg'alib, yangi ko'ktaklar ochib kelyapti. Mana shu ham yangi. Mana yangi. Xullas, bu degani adaptatsiya davri, barg to'kishida tabiiy. Yana o'sishni boshladi. Adaptatsiyadan o'tdi. Ustiga g'unchalari yana ko'paydi. G'uncha to'kkani yo'q. Umuman menda to'kkani yo'q. Sizlarda bilmayman. Gulxonani pastki polkasida yerda qo'yganman. Salqin bo'ladi. 2 marta limoniy kislota berdim. 2 marta monokaliy fosfat berdim. Hozir ham suvim tindirilgan iliq suv. Mana parlanyapti. Iliq suv. Endi uyda kichkina o'ynab qo'ygan eski limon bor ekan. Shu limonni siqamiz. Agar uyda limon bo'lmasa, limoniy kislota solishlaringiz mumkin. Men limon ichmayman. Lekin shu uyda bo'lib qopti. To'g'ri keldi, limon soldim. Agar limonlaringiz yo'q bo'lsa, bunaqa oddiy oshxonada ishlatiladigan limoniy kislota solsangizlar bo'ladi. Menimcha hozir limon yetarli. Endi shunga men idishga solib qo'yaman. Monokaliy fosfat naglas solaman. Primerno 5 litrga 5 gram solish kerak. Primerno shunaqa soldim. Buni endi yaxshilab chayqatib gulga quyamiz. Suvni solib oldim. Do'ppi bo'lsin deb limonni yana siqib yuboraman. Men xayolimga kamdek ko'rindi. Bu bizga nima beradi? Monokaliy fosfat tomirlarni yurishtiradi. Bargni ko'm-ko'kligiga, ko'm-ko'kligiga, yiri bo'lishiga javob beradi. Yo'q, tashama. Limoniy kislota bo'lsa, suvdagi tuz, tosh, shunaqa mineralniy nimalarni yo'q qiladi va gulning immunitetini ko'taradi. Xullas shunaqa. Foydasi katta. Monokaliy fosfat yana g'unchalamagan gullarni, gullaydigan gullarni g'unchaga tayyorlaydi. Mana monokaliy fosfatning ta'sirida mana shular hammasi. Keyin
g'unchalagan bo'lsa, gulni tezroq ochilishiga javob beradi va buni uzoqroq turishiga javob beradi. Bunaqa g'unchaga kiradigan paytda biz umuman azot bermaymiz. Azot berish mumkin emas. Shunaqa to'ydirib suv beramiz. Gardiniyani ustidan suv bersa bo'ladi. Tagidan suv oqib chiqquncha beramiz. Bu suv idishim 1 litr. Tuvak 3 litrli tuvak. Yetmadi. Mana 1 litr suv tagidan oqib chiqishiga yetmadi. Mana yana bitta tayyorlab oldim. Xullas qo'rqmasdan gardiniyani tuvagi katta bo'lsa ham hech nima qilmaydi. Kattaroq tuvakka olishim kerak edi aslida. Manda yo'q bo'lgani uchun shu 3 litrlikka ekkanman. Endi chiqdi mana. Bu chiqqandan keyin ham qo'rqmasdan yana quyasizlar. Har bitta tuvakka 1 litrdan ketdi deb hisoblaymiz. Endi hozir buni yana qo'yib qo'yamiz. Mana shu holatda tegmaymiz. Issiqni yoqtirmaydi bu gul. Salqin havoni, yorug'likni yoqtiradi. Kesli torfni yoqtiradi. Torf o'zi asli kesli torf, lekin men baribir soyganda yuvilib ketadi deb ozuqasini ham Monokalif 3-marta berishim 1 oyning ichida. Shu ko'chirgan paytim berganman. 10-15 kundan keyin bitta berganman. Mana 3-martasi beryapman. 1 oyning ichida 3 marta berdim-da. Kelgandan beri. Keyin bu hali mana shu turishda turadi. Agar suv yana ichkisi kelsa, men bu suvni ham ichib oladi. Ertalabgacha qo'ysa ham hech nima qilmaydi. Gardeniya suvni yaxshi ko'radi. Hozir kechqurun soat 9 bo'ldi desam, ertalab turib qarayman. Sulayman. Ertalab turib qarayman, suvni tortib olgan bo'lsa, qolgan idishda qolgan suvni to'kib joyiga qo'yib qo'yaman. Menda lampani tagida turadi. Quyosh umuman tushmaydi. Havo harorati 20-22 gradus bo'lsa kerak. Endi pastda o'lchab ko'rmaganman. Buning eng asosiy shartlaridan biri kesli suv berasiz, kesli torfga ekasiz. Salqinroq, juda issiq bo'lmagan yerda qo'yasiz. Ko'chirgandan keyin bargini qorayishlari, sarg'ayib kelishlari bu tabiiy holat. Ko'chirib olgandan keyin yantani kislota yoki epin, monokalifosfat, limoniy kislota eng asosiy ozuqalaridan biri. Shulardan berib tursangiz, gulingiz inshaalloh gullab yashnaydi. Sog' salomat bo'linglar. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ularni ham yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosasizlar degan umiddaman. Chunki ko'pchilikka yetib boradi. Like menga hech nima bermaydi. Shunchaki algoritm shunaqa rekomendatsiya qiladi. Boshqa bilmagan, qidirib yurgan odamlar uchun yordam beradi maslahatlarimiz. Bunga sizlarning ham foydangiz tegishi mumkin.